Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Guliston Metangazda navbatdagi mashinamiz Gentra mashinasi bo'ldi. Bunga Ariane jihozlar bilan propan gaz ustonaga qilib beryapmiz. Bunga 4-pokoleniya 1 yil garantiyasi bor jihozlar bilan ustonaga qilib berganmiz. O'rnatilgan jihozlar bilan tanishib o'taman. Miya boshqaruvi SA200 Gofaz yangilangan varianti bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagisi Ariane bo'ladi. Eskicha variantda faqat Xitoy miyalari qoldi. Mana shu ko'rinishdagisidan ustonaga qildiramiz. Mana shu holatda akkuratni qilib joylashtirib beramiz. Farsunkamiz Baltic italyanskiy farsunka bo'ladi. Hech chiqarmaslik uchun Ariane shtangalardan ustonaga beramiz. Reduktorimiz toza turetskiy reduktor bo'ladi. Atiker firmaniki. Hamma jihozlarimiz 1 yil garantiyaga ega. Orasini endi boshlaymiz. Xretsali balon bilan. Cobalt mashinamizga xretsali balon bilan ustonaga beryapmiz. Talarga rezinka qo'yib, olasi chiroyli qilib ustonaga beramiz. Old qismiga bunga Alex qo'shimcha bilan qo'yib berganmiz. Reduktorimiz toza turetskiy Atiker reduktor bo'ldi. Farsunkamiz Adax firmasidan Spartini farsunka kelgan. O'shandan ustonaga beramiz. Bu ustonakamizga ham 1 yil garantiya beramiz. Bunga shunaqa metan va propan ustonakalari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol bog'lanib kelishingiz mumkin.